Turishtirish, xalq uchun emas, xalq puli uchun xizmat qilayotgan Qashqar Prezidentnoya G'o'lto'g'roq yezdi hukumatniki ham 8-chi kentdagi bor xodimlarga men Qadimidiya Turpandan, Qadimiyut Ostonasidan, ana tuproq Yimtur kentidan 9 guruh a'zosi o'limni purab yashayotgan Abdulla Emin bo'lman 35 yoshga kirdim. Mening salomat ahvolim bo'lsa yaxshi emas, ikki ko'zimni ko'rish ixtiyor chekingan, ikki ko'zimiz ko'rmaydi. Ota-onam bo'lsa kendan kasal savobdan olamda o'tgan. Qarindoshlarim bo'lsa, cho'ng akam er-xotin ikkisi tarbiyalash berib keldi. 3 singlim er-xotin ikkisi tarbiyalash berib keldi. Mama tarbiyalash berib keldim. Barliq qarindoshlar kasbiy texnik mahorat tarbiyalash maktab berib turib keldi. Shuning uchun iqtisodimiz, salomatligim hammasi ichki jarayonda sizlarniki tavalliginglarki birinchi 8-chi kanalda birinchi o'di mahallasidagi a'zoyinglar Maqbullah Hamid oilalarni yo'qlab boramidi va qarindoshlarim bu tarbiyalash masjidida hamma tarbiyalash masjidida ko'rib turamidim. Hammamiz kasbiy texnik mahoratni egallaymizda. Ana tashviqimiz yo'q. Sizlar mato'g'ri shikoyat ketdi. Hatto xotin bolalarim qiyinchilik tortgan vaqtlar izlab borsa, yo'lchim yo'qmi? Desa, yo'lchi tarbiyalashga ketgan. Desa, unda yo'lchining urutqanlari yo'qmi? Qarindoshlari yo'qmi? Desa, ular tarbiyalashga ketgan. Desa, shu hol esasizlar, hol yetmabsizlar. Hatto mana qiyinchilik tortgan mezgillarda hatto bu pul, hatta aram aldırmapsızlar. Hatta her şembe, şembe, çarşamba günü keşligi kurslara teşvikat takdirlerde saat 10-11 geçe aynak külçede gezmapsızlar. Bir eri var, adamın bir balçı var, bir bal antivatkan bir ayalını. Sizler bu hizmetinler, müşler hizmetmezsizler, hizmetinler. Bir yer, aşı bal antivatkan ayalını keşlige teşvikat takdirlerde xizmat qilasizlar, mushuna qilamsizlar, men intayin men mushun fikrim bor sizlarga borligimga. Mushu jarayonda meniki turmushimga ta'sir etdi. Sizlar xizmatni yaxshi ishlamabsizlar, sizlar hatto o'rlashish qilmabsizlar, men qiyinchilik topqasimi. Men xabarda bo'lib turdim. Menga ilojim yo'q. Partiyaning chaqirib ovoz qo'shib, kasbiy tahani texnik mahorat tarbiyalash qilib, bu xotin bolalarimizni tashlayotganimiz yo'q, qarindoshlarim. Hammamiz shunday. İqtisod jihatda, salomat jihatda biz chekib qoldik. Kelgandan keyin cho'ng akamma umma salomatlik chekinib, mening salomatlik chekinib, aniq qilamidik. Shuning uchun mushu Maqbullah Hamid oilalarga har vaqt har zaman hamdam bo'lib, yorug'lab turishinglarni chin ko'ngilda so'rayman. Mening ahvolim bo'lsa, ikki ko'zim ko'rmaydi. Iqtisod kirmim yo'q. Men ota-onamdan, iqtisodimdan, salomatligimdan eg'ir darajada bo'lib men hozir yaralashib qoldim. Ota-onam hayot bo'lgan men yaralabdi. Iqtisod kirmimni oshiratdi. Har qanday qiyinchiliklarimiz hal qiladi. Lekin afsus, men yaralashib qoldim. Shuning uchun har vaqt har zaman Maqbullah Hamid oilalar yaralab turishinglarni ikkilachilik qilib turishinglarni chin ko'ngildan so'rayman. Mening ahvolim bo'lsa, men burun ahvolim yo'q, tarbiyalashdim, berishdim, burun ahvolim yo'q. Nurg'un qazim bor. Hatto men doktorxonaga borib davolansam saqiydigan edim, lekin iqtisod sharoitim yor bermaydi. Ham 35 yosh kirdim, ko'ryapsizlar, mana men chochlarim bu ketgan, mana tul g'ambisi. Mana bu qoldim. Sizlarni andoq xalq puli uchun xizmat qilgan ana bir ideal boqamasdan chekkan umid qilaman. Andoq algachanda men tarbiyalash mazgillarida, kasbiy tahanut markazlarida bu qamqamiz ana bolalar uncha qiyinchilik qatqamasdi, qiynalib qolmasdi. Men ash tarbiyalash mazgilida bolalarimni ko'rishimni o'rgatish bo'lay. Qiynalib qolmasam ayolim talab yig'ayib qolgandi. Bola ayolim bo'lsa yurak kilapa operatsiya qilingan. Ayolimiz uchun eg'rayib qolgan bitti desam tashkili bor deb kelgandan keyin men tarbiyalashdan chiqqandan keyin 3 yil yaqin turdim. Endi kelgandan keyin kelsam bir qiyinchilik ketdi, nurg'un qazdal ketdi. Shu nima tufaylidan og'rinishim ko'p. Og'riq tuqqanlar, qarindoshlar.
看见每一种生活。